xohlasa do'stlar, buni tugatdik. Bundan yana kafelni keyinroq qilgan. Bu yerda motorimiz mana. Mana asosiy podacha suv ketadi. Shu bilan nariga ochilsa, tepada bochka ketadi. Qolganlarni bekitib qo'yiladi. To'lgandan keyin bu ikkalasini bekitib, pulani ochib qo'ysa, ikkalasini ham aristonga suv ketadi, ham sovuq suvlar ketadi, hamma yoqdan nariga xonaga ketadi suv. Aristondan natib qo'ydik, ishlayapti. 4-5 kun oldin bitirib ketganmiz payni. Kolodse, endi kiloni kolodselarni ham ulab berdik. Bu yerda vanna bo'ladi. Tahoratlangan joy. Rakina. Mashina bo'ladi. Rakina. Qo'lni baylarda ham omborxona qilishyapti. Kechagan unitaz. Rakina. Shuniga suv chiqarib qo'ydik. Bu yerda ham kanalizatsiya tubi bilan suv turbani o'tib ketdi. Nariga ikkita xonada ikkita chiqib nariyadi. Rakinalarni ham qo'yib berdik.